Nega uning yuzida bunaqa xunuk qora dog' bor? Nima farqi bor? Axir u baribir bizning bolamiz-ku. Uni qaytar. Nima qilyapsan? Men bunday xunuk bolani katta qilmayman. Yo'q. Iltimos uni olib ketma. U sening o'g'ling. Iltimos. Meni kechir, kichkintoy. Kim bolani bu yerda tashab ketadi? Hech kim bola uchun kelmayapti. Unda biz olib ketamiz. Mening chiroyli o'g'lim birinchi kunini boshlayapti. Hammasi yaxshi bo'ladi. Nimaga umuman maktabga borishim kerak? Chunki shunday qilish kerak. O'zingni ko'rsatma. Ketdik. Hey. Mening ismim. Ismingni so'ramadim. Nega yuzingda dog' bor o'zi? Xo'sh, birinchi kuning qanday o'tdi? Yaxshi bo'ldi. Eng zo'ri juda xunuk bir sabzi bilan tanishdim. Qarang, ana o'zi ham kelyapti. Ha, aytgancha, IELTSga tayyorlanayotgan bo'lsang, IELTS GG'ni sinab ko'r. Yomon emas.